Assalomu alaykum hammaga. Quruq yuzlarni parvarishini o'rgataman. Hurmatli ayollar, quruq yuz parvarishi yog'li yuzlarga nisbatan qiyinroq bo'ladi. Chunki quruq yuzlarimiz umuman haqlari yo'q yuzlarini sovun bilan yuvishga, biz SPF quyoshga chiqishga. Chunki bu keyinchalik quruq yuzlarda kupiroz paydo bo'lish ehtimoli juda ham katta bo'ladi, ya'ni yuzni qizarib tomirchalar chiqishi. Quruq yuzlarimiz doim yuzlarini молочко yordamida avvaliga bitta artib oladilar. Молочко chunki juda ham yumshoq yoki pushti ranglik naqalardan, mitsillar suvlardan foydalanishlari ham mumkin bo'ladi. Pushti rangliklarning tarkibida turli xil yuzni tinchlantiruvchi, namlantiruvchi vositalari ko'p bo'ladi. Doim e'tibor qiling, agar pushti ranglik bo'lsa yoki молочко bo'lsa, avvaliga yuzingizni молочко bilan artib olib, keyin yengilgina umvalka yordamida tozalab olasiz kechqurun. Va albatta tonik qilib oziqlantiruvchi krem. Quruq yuzlar odatda tarkibida gialuron va kislota bo'lgan, kollageni bor narsalar ishlatganlar maqsadga muvofiq va keyinchalik mana o'sha 25-30 yoshdan o'tgandan keyin peptidlik narsalar ishlatsalar ham bo'ladi. Chunki quruq yuzlar maksimum darajada yuzni namlantirish kerak bo'ladi va kechqurun albatta doimiy quruq yuzlar yuzni namlantiruvchi emas, oziqlantiruvchi krem surishlari shart. Bilasizlar, oziqlantiruvchi kremlar tarkibida yog' ko'p bo'ladi. Quruq yuzlarda poralar deyarli bilinmaydi. Shuning uchun maksimal darajada namlantirib yurishingiz kerak bo'ladi. Kechasi oziqlantiramiz. Ertalab yuzimizni umvalka yordamida yoki молочко bilan tozalash shart emas, oddiygina quruq suvga yuvib yuboramizda. Uni ketidan har doimgidek tonikimizni ishlatamiz, namlantiruvchi kremimizni ishlatamiz. Agar bo'lsa sivritka sursa ham bo'ladi tonikdan keyin va SPF surishimiz shart bo'ladi. Hurmatli ayollar, yana bitta narsa, ko'pchilik mana quruq yuzlar pudra ishlatganini juda ham ko'p ko'rganman. Men umuman tavsiya qilmayman quruq yuzlarga pudrani. O'zi quruq yuzingiz battar quritib yuborasiz. Undan ko'ra kuchli namlantirib, ustidan SPF surganingiz maqsadga muvofiq. Quruq terilar agressiv maskalardan foydalanishi, agressiv protseduralardan foydalanishi mumkin emas. Quruq yuzlarga faqatgina yordam beradigan narsalar bular asallik, tuxumlik maskalar, tarkibida mana smetanalik maskalar yordam beradi, lekin asal tuxumdan yoz oylarida ehtiyot bo'lasiz va albatta test qilib ko'rasiz, chunki asal ham tuxum ham allergiyaga moyil. Aloe gellari haqida aytib ketaman. Quruq yuzlar aloe gellardan foydalanmaganliklari ma'qul. Xo'sh, aloe gelini tarkibida kuchli namlantiradi deb yozilgan bo'lsa-da, gel formadagi hamma narsa yuzni battar quritishga ishlaydi. Aloe gellaridan yuzlari normal hamda kombinirованный yoki yog'li yuzlar bemalol foydalanishlari mumkin. Yana bitta narsa, quruq yuzdagi ayollarimiz yuzim juda ham quruq deb har kuni yuziga masla suradi. Bu juda ham noto'g'ri qizlarjonlar. Maslalar har yilda bir oy surish mumkin. Bir oy to'liq podrяд surasiz, shu bilan bir yil dam olasiz. Maslalar aslida yog' bo'lgani bilan keyinchalik yuzimizni naborot battar quritib, epidermal baryeraga zarar yetkazishi mumkin. Shu uchun maslalarni quruq yuzlarimiz har yilda bir oy ishlatib, qish oylarida ishlatingda bo'ldi, dam olamiz va har doimgidek pitательный, ya'ni oziqlantiruvchi kremingizni kechasi surasiz. Kunduzi har doimgidek namlantirasiz. Umid qilamanki video foydali bo'ldi. Hammangizni yaxshi ko'raman. Paka-paka.